Assalomu alaykum, hurmatli sobiq Lisanutay kanali obunachilari. Endi mana bugundan boshlab kanalimizni nomini o'zgartirishga qaror qildik. Kanalimiz endi hammasi yaxshilikka. Xuddiki Xizr alayhissalom va Musa alayhissalom Allohu akbar, bo'lgandek 3 voqea Allohu va akbar, 3 voqea o'tgan, bu ham yaxshilikka. Xo'p, bugungi Allah. mavzu haqida gaplashadigan bo'lsak, sizlar bilan bugun QR kod yasashni o'rganamiz. Hammaga ma'lumki, ko'plab Telegram kanallarida shaxsiy kanal yoki guruh havolasini tarqatishga taqiq, ya'ni cheklov qo'yilgan. Biz uni agar jo'natadigan bo'lsak, tezda bir zumda bot bizga blok beradi, o'sha havolamiz osmonga uchadi biz qilgan harakatimiz. Endi bugundan boshlab QR kodni yasashni agar bilmaydiganlar bo'lsa, o'rganib qolishsa, bu nafaqat o'zini shaxsiy Telegram kanali yoki boshqa narsalarga, balki yangi biznes boshlovchilar, ehtimol telefon ustaxonasi ochishgandir, ehtimol o'quv markazidir, bog'chadir, shuni QR kodda skanerlab va tayyor reklama uchun vosita. Telefonda shunday skanerlab olishsa, o'zini o'sha YouTube kanali bo'ladimi, Instagram kanalimi va hokazo yozib o'tirguncha bu har holda ham vaqtni olmaydi, ham har holda yo'naltirish uchun ajoyib vosita. Ketdiga. Xo'p. Dastavval bizda o'sha mo'jazgina Telegram kanalimiz bor. Shuni Lisanutay kanalini havolasi https yonboshlagan chiziq va 3w shuni biz nusxa olamiz. Copy deyiladi. Va biz mana shu yerga get QR kod deb yozamiz. Ya'ni get olish QR kod. O'zimizda ham QR kod. O'zlashtirma so'z. QR kod free, ya'ni bu bepul turi hisoblanadi. Mana QR kodingizni nomlang degan havola. Bizniki YouTube uchun, o'shancha YouTube tanlab oldim. Masalan, mening birinchi kanalim. Yana qaytarib o'taman. Bu balki sizlarning o'chib ketgan Telegram kanalingiz uchun kerakdir. Ehtimol. Ya'ni siz telefon yo'qotib qo'ygansiz o'sha QR kod sizda bor. Tezda darhol kiritingiz, ichingizdagi ma'lumotlarni olib olishingiz mumkin yoki YouTube kanalingiz. O'zingiz balki admin qila olasiz. Telegram hisob yo'qolgan, lekin unga ulangan nomer bor. Xullas, ancha-muncha foydasi tegadi. Ham moliyaviy tarafdan ham yo'qotilgan narsalar tiklash. Hammasi yaxshilikka nomlab ham oldik. Ana endi o'zi tagida chiqadi. Agar telefondan foydalanib turganlar shunday qo'yib qo'ya oladi. Passini joylamoq. Yana bitta narsa, mana telefonda ham bu funksiya ishlaydi. Translate Englishcha. Mana shunga bitta kirasizlar. O'zi inglizcha bo'lsa English bo'ladi, o'zbek bossalaring sizlarga oson. Agar bilmaydiganlar bo'lsa yoki ruscha rus tilini o'rganyapti, yo'q, umuman azaldan ruscha foydalanganlar ham ba'zi bir so'zlarni bilmasligi yoki masalan inglizcha kelishi mumkin. Xullas, shu funksiya ham har holda foyda beradi. Okey. Mana bu yerda o'sha shakllarini naqsh debdi. Bizga endi oddiy ham bo'laveradi. Burchak uslubi. Ko'proq to'rtburchak o'rganamiz kvadratga. Fon rangi. Shaffof fon. Yaratish. Qani 1 2 3 go hajmi deyapti. Bizga yuqorirog'i ma'qul. Ana xohlasalaring PDF, xohlasalaring mana rasm. Mening birinchi kanalim. Bo'lsa so'rayapti, bosamiz. Save.
Save. Cancel. Isbot uchun o'sha bunaqa formatda, png formatda. Mana shuni skanerlab ko'rasizlar. Masalan, skrinshot qilib skanerlasizlarmi yoki o'zlaringga havola qilib. Hammasi yaxshilikka. O'xshadimi? Hurmat bilan izohlaringni kommentariyada yozib ketsalaring, o'zim bemalol yordam beraveraman. Bexijolat. Va buni ham do'stlaringga ulashishni unutib qo'ymanglar.